Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qaranglar, bugun 6-imkirayondamiz. 9 etaj kala boshida 5-qavatda 4 xonali kvartira ko'rib chiqamiz. Bu yerimiz prixожий zona. Giraverish. Metr kvadrati 100-110 kvadrat atrofida. Birinchidan ko'rib ketamiz akalar. Qaranglar, bu birinchi xonamiz. 4 xonali kvartira bu. Lustralar qo'yilgan, shunday spalni, akvaynalari qo'yilgan. Bu tarafda yuvinish xonasi, sanuzel. Bu ham shunday akva eshiklar qo'yilgan. Qaranglar, bu yerda kirmash uchun zona tashkil etilgan, kanalizatsionni suv bilan to'q ishida kirmashini joylashadi. Qaranglar, bu tarafda yana bir spalni. Bu yerda chiroyli lustralar qo'yibdilar. Аккуратный, свежий kvartira. Xohlasangiz to'g'ri kelib yashaydi on. Bu ham akva. Ayrim jihozlari bilan uyning egasi bilan o'zingiz gaplashaverasizlar, navbaj ketadi, navbaj qoladi. Bu tarafında yana bir spalni, 3-spalni. Bu tarafimiz zal yaqinlar. Hammasi katta olingan, qaranglar. Bu yerda balkon tarafini ochib berganlar. Shu bilan o'sha katta bo'lib tushgan bu yerda zal. Bu yerimiz dalan yaqinlar. Kvartirada dalan tasavvur etibsizlar, bu вообще zo'r gap. Endiga qaranglar, buni kichkina dalanlardan emas. Katta enli dalan. Yana bu narsalarni bir ko'rsatib bering. Stenkani dizayni вообще zo'r ekan. Bir like bosib beringlar. Bu yerimiz kuxnya. Onun jihozlari bilan sig'ib turibdi. Bu yerimiz kotelni и kladovaya tushasalar, shunday banka saqlaydi. Yaqinlar, qaranglar, primoy egadan to'shani ko'rdingizlar. 9 qavatni 5-qavati lift ishlab turibdi. Yanlaringizda masalan qaranglar, Krupskiy maktab, Gaydar maktab, yanıngiz park, Xalq bank, Infinbank, ipoteka bank, Dehqon bozor, hamma narsa peshkom. Даже marshrutam ham shart emas. Toshka вообще zo'r kvadratini ham ko'rdingizlar. Pastdagi nomeri narxi $43,000 dedi. Ozgina kelishib beradi ekan. Tim более ayrim jihozlari bilan ekan. Yaqinlar, срочный telefon qilmasangizlar, bu hududni bilasizlar. To'g'ri uchib ketadigan hudud bu. И mana eng yaqin aytmoqchi, Girgedina bu enli dalonni ko'rib turibsizlar. Вообще zo'r. Videoga yoqqan bo'lsa, bir like, kommentariyada izohlarni kutib qolaman.